Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi katyolimiz tayyor bo'ldi. Bitqazlik. Zakaz asosida qilib berdik buni. Kattaqo'rg'on Krupska degan joyga ketyapti bu katyolimiz. Katyolimiz 300 kvadratdan 350 kvadrat joygacha qizdiradi. Mana shunaqa ko'rinishda bunkerli, uzoq yonuvchi, aqlli katyoldek sarasiga kiradi. Kuchli qalin lisadan qilinyapti, garячий Montegolskiy degan lisada. Datchiydi 30 ga 50 ga qo'yib qo'yasiz, avtomatik o'chib yonib o'letga temperaturani boshqaradi. Podachasi, ko'mir ketayotgan joyi. Mana shunday ko'rib pastlari trubalar qilingan, kolosniklari. Bunkeriga 40 kilo ko'mir ketadi. 40 kilo ko'mir eng kami 10 soatdan 15-16 soatgacha yonadi. Mana tozalayotgan joyi, kilo olayotgan joyi, bu tomonda shilak-pilaklar olayotgan joylari. Eshiklarimiz azbezni ip bilan qotirganmiz, havo chiqmasligi uchun, dud chiqmasligi uchun. Zaklopkaga olganmiz. Har 20 sm zaklopka qilganmiz, shishib ketmasligi uchun katyolimiz. Mana bu dimoxodga joyi. Mana bu 100 litr bu svarka qilinadi. Tozalashga ham oson qilish uchun boltga kali qilib qo'yibmiz, yechilish uchun. Mana bu ham alohida to'xtalamiz. Katyol qo'ygandan keyin 10 kun, 15 kunga mana bu yerni tozalab turish kerak. Bu yerda kitoblari bo'ladi. 4 ta kitobi bor. Ya'ni yongan olov yonatda pastga tushib, tepaga chiqib, yana pastga tushib, tepaga chiqib, dimoxoddan chiqib ketadi. Shuning uchun mana kitoblar qilingan, boltlarni yechib, har 15-20 kunga bir tozalab olish kerak. Mana bu yerda qurimlar olinadi. Slivnoy kranchasi. Mana shu ko'rinishda yasab taqdim qildik. Shuni kichkina varianti. 100 kvadratli. Ya'ni 4 ta, 5 ta uylarni istayotgan katyolchamiz bu. Bu ham xuddi shunday. Bu Kattaqo'rg'on tumani Murt Abulqosim qishlog'iga qilib beryapmiz buni, qilib berdik. Tayyor buni ham olib borib xizmatga qilib beramiz. Bu ham xuddi shunday zaklopka qilingan. Uni ham kitoblari bor. Dimoxodkasi bor. Bunkeri. Mana bunkeriga 30 kilo ko'mir ketadi. 30 kilo 25 kilo ko'mir solinadi. Bu ham xuddi shunday 10 soat inkami. Kechasini uylaringizni issiq saqlaydi. Mana miya qo'yilgan, tachi qo'yasiz, ventilyator. Bunimiz 100 kvadratdan 150 kvadratga joyni qizdiradi. Mana shu katyollar akalar. Shunaqa katyollar kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar, yasab beramiz, xudo xolisa. Manzilimiz Kattaqo'rg'on tumani Murtay qishlog'i. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangiliklar qilishda davom etamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.